Ka'bani sohibi Halildir, qalbni egasi Jalildir deydi. Qalbni egasi Alloh bo'ladi. Endi qarangda, birovni dilini og'rityapsiz. U og'ritayotgan odamingizni o'sha dilida Alloh zikri bo'lsa bormi? U qalb Allohga yaqin bo'lsa bormi? U qalb Alloh bilan doim muloqotda bo'lib turgan bo'lsa bormi? U qalb doim Allohga taqvo qilgan bo'lsa bormi? Nima bo'ldi endi bu yoqda? Kecha kunduz minglab namoz o'qimaysizmi? Karomatingiz bilan dunyoni ko'tarib bormaysizmi? Bitta qalbni og'ritgan odam xonai Ka'bani vayron qilgan bilan bir xil. Tavofu baytil halil kori osonas, tavofu baytil jalil kori mardonas. Ibrohim Halilulloh qurgan Ka'bani borib ziyorat qilish oson, puli bor odamga. Ammo Allohning uyi mo'minning qalbi bo'ladi. Hamma ham bu qalbni ziyorat qiladi.